Keling aka, uchastkani ko'ring, ancha bitib qoldi. Maslahat berishga bordim sizga. Ben peshana qarab o'tiraman. Nima bo'ldi bunaqa past. Menga yoqdi. Mashina chiqarib senga yoqdi. Bachkani esiz. Jiyan olib beribsan, g'azab o'z ustalarini aytadi, chiroyli qiladi. Hamma yo'q bachkani beradi. Mana chiroyli qiladi, men qattiqroq. Ben bir xil qilishligim, bir xil qilishlik men figura bir xil qilishligim. Men bu yo'ldan chiqib qanaqa qiladi? Bu sal. Mana ma'lumotlarda yo'q. Rankalarida ateşli dolu bo'ladi. Maslahatlash siz maslahatlashish kerak edi. Mana nega yuribman? Ama o'zi chiroyli qiladi. Nimasi yo'qman? Mana chiroyli turibdi-yu hammasi. Devoriga yoqishgan edi. Suvoq ustiga mana. Maslahatlashmisan. Mana qitashinglar nimaga yuborgan? Suvoq ustiga gipslarni olib. Qanaqa usta bu? Mana ko'rsatdi. Mana nima ekan? 3 qavat gipslarni olib, tik suvoq qilingan bo'lsa. Qanaqa ustalar bor edi? Ana nima ahvol? Olmaysiz, siz hozir shunda nima chiqarib tashlasangiz? Samarangiz arzon ishlayapsiz. Siz nima samarangizni ham qilyapsizmi? Mana orasini nima siz chiqib, yarim metr qilsangiz deb. Men sizga nega deb borayapsiz? Men sizdan yaxshi qilsam kerak. Ustamisiz? Yo'q, usta emasman. Kimsiz siz? Mana shu egasini amakachasi bo'ladi. Akasi bo'ladi. Shunchalar qilib siz qarab qoling, men restoran ustachiman. Deyman, prosta topdim-da, tanlov olishimni. Yo, tanlov olish emas. Aqlingizga ko'plik aka. Keling, men ko'rsatib bering menga. Uzr aka, mendan uzr. Noto'g'ri gap qilib qo'yman. Sizlar ham ko'payib ketdinglar. Ustalarni tinch qo'yinglar, iltimos qilaman.